Hozir men sizga bugun bo'lib o'tgan Manchester City va Brighton o'rtasidagi bo'lib o'tgan bahsni 30 soniya ichida xuddi boshidan oxirigacha ko'rgandek qilib tahlil qilib beraman. APLning 29-tur doirasida Manchester City o'z maydonida Brighton'ni qarshi oldi. Jamoa tarkiblarini ekraningizda ko'rishingiz mumkin. O'yin boshidan juda ham shiddatli tus oldi. 11-daqiqada Erling Haaland penaltidan gol urib hisobni ochib berdi. O'yinning 21-daqiqasida chap qanot himoyachisi Pervis hisobni tenglashtirdi. 39-daqiqaga kelib shaharliklar hisobni 2-1 ko'rinishiga keltirishdi. Gol muallifi esa Omar Marmush. Ming afsuslar bo'lsinki, o'yinning 48-daqiqasida hamyurtimiz Abduqodir Husanov o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. Bunga sabab o'ng qanot himoyachisi Jack Hinchelwoodning zarbasi bo'ldi. Abduqodir Husanov u to'pni qaytaraman deb yoki o'zi bilmagan holda to'pga tegdi va darvozabonni chalg'itib o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. O'yinda juda ham aktiv ishtirok etganlardan biri Jeremy Doku bo'ladi. Uning ko'plab hujumlari muvaffaqiyatsiz tugadi, lekin shu bilan birga u aktivligini o'zida saqlab qoldi. Brightonda esa ko'rsatkich biroz boshqacharoq. Ularda asosan himoyaviy o'yinchilar juda ham yaxshi natija ko'rsatishdi. O'ng qanot himoyasi va chap qanot himoyasiga deyarli gap bo'lishi mumkin emas. Umumiy hisob 2-2, ya'ni durang bilan yakunlandi. O'yinning eng yaxshi o'yinchisi esa Omar Marmush bo'ldi. SofaScore talqiniga ko'ra 8.3 ball bilan u o'yinning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Yanada ko'proq ma'lumotlar uchun menga obuna bo'linglar.